Yuzlab yillar kelajakda Adam va Jeyk Antares nomli sayyoraga uchishmoqda. Aytishlaricha, bu yerda insoniy koloniyalar 900 yil oldin joylashgan, lekin ular yer bilan hech qachon qayta aloqa qilmagan. Endi ular insoniyatning oxirgi umidi. Aloqa vositalarida faqat shovqin eshitiladi. Shuning uchun ular tushib, tekshirishga qaror qilishadi. Kosmik kemaning Antaresga yaqinlashgani sari sayyoraning g'ayrioddiy tortishish kuchi sababli kema silkinishni boshlaydi. Sayyoraning radiatsiyasi barcha navigatsion tizimlarni ishdan chiqaradi. Shuning uchun ular kemani qolda boshqarishga majbur bo'lishadi. Kema juda tez balandlikni yo'qotadi. Shuning uchun ular dvigatellarni ishga tushirib, yer yuzasidan uchib o'tishga harakat qilishadi. Bir necha milya yaxshi uchib ketishadi, ammo keyin bir nechta toshli shakllarga urilib, qo'nishga uringan paytda, afsuski, kema qulab tushadi. Yaxshiyamki, ikkala kosmonavt ham tirik qoladi, lekin Jeykning yelkasiga qattiq jarohat yetadi. Kema butunlay vayron bo'lgan, shuning uchun unga qaytib uchib ketishning iloji yo'q. Adam Jeykni kemadan chiqarib yordam beradi va ular atrofni chol orab olganini ko'rishadi. Osmon esa 2 oy bilan bezatilgan. Favqulodda yordam to'plamidan foydalanib, Adam Jeykka og'riq uchun inyeksiya qiladi va yelkasidan metall parchasini olib tashlaydi. Jeyk yonidagi itni ko'rsatadi, lekin Adam uni ko'rmaydi. Shuning uchun bu holatni dori ta'siri deb o'ylaydi. Adam Jeykning yarasini bog'layotganida, ular to'satdan itning xurishini eshitishadi. Adam tovushni tekshirish uchun ketadi va bir oz yurib, sochlari tozgigan, qo'lida pichoq va yonida it bilan bo'lgan Will ismli bolani topadi. Will ilon boshlilar ortidan kelayotganini aytadi, lekin Adam unga yordam bermoqchi bo'lganida qochib ketadi. Will iloji boricha tez yuguradi, lekin tez orada ayollardan iborat jangchilar, ilon boshlilar tomonidan qurshab olinadi. Will qo'rqib itni qo'yib yuboradi va kurashishga tayyorlanadi, lekin jangchilar uni osongina qurolsizlantirib, hushidan ketkazib olib ketishadi. Adam Willning ortidan quvadi, ammo yetib borganda faqat pichoq qolgan bo'ladi. Shu payt kuchli zilzila sodir bo'ladi, ammo uzoq davom etmaydi. Bilagidagi bilaguzuk yordamida Adam Jeyk holatini tekshiradi, so'ng yana izlashni davom ettiradi. U bir ibodatxonani ko'rib, ichkariga kiradi va Sumuru deb qo'shiq aytayotgan ayollardan iborat katta guruhni ko'radi. Shu payt Shohbek Sumuru kirib keladi va bosh ruhoniy taxan buyuk ilon ma'budasining marosimi boshlanishini e'lon qiladi. To'satdan ulkan ilon chuqurdan chiqib keladi va ayollar ibodat qilgach, Will qurbon sifatida olib kelinadi. Shu payt qo'riqchilardan biri, Dove, Willni ko'rib baqiradi va u uning akasi ekanini aytadi. U jahli chiqib, Will atrofidagi jangchilarga qarshi kurashga kirishadi va nayzasi bilan katta mahorat ko'rsatadi. Faqat bir necha daqiqa ichida Dove aksar jangchilarni yer tishlatadi. Oxirgisini esa chuqurga tepib yuboradi. Shunda ilon uni yutib yuboradi. Ilon ketgach, taxan yana jangchilar yuborib, aka-singilni qurbonlikni buzganlikda ayblaydi. Lekin Sumuru uni to'xtatadi va qonunni eslatadi. Erkak oldiradi, shuning uchun uni oldirish mumkin, lekin ayollar emas. Dove boshqa ayolni oldirdi, lekin bu o'zini himoya qilish edi. Shuning uchun Sumuru uni himoya qiladi va Willga ham kechirim beradi. Taxan norozilik bildiradi, lekin shu payt Adam Jeykdan xabar oladi. Bu esa uning mavjudligini fosh etadi. Taxan uni ushlashni buyuradi, ammo Adam shiftga o'q uzib, chalgitish yaratadi va qochadi. Dove ham chalgitishdan foydalanib, Willga ham qochishni aytadi. Taxan Adamni ta'qib qilish uchun jangchilarni yuboradi. Oradan ko'p o'tmay, Adam va Will avvalgi qulashi joyiga qaytishadi. Ammo Jeyk bilan qayta uchrashishga ulgurmasdan jangchilar yetib kelib o'q uzishadi. Adam Willga Jeyk tomon yugurishni buyuradi va jangchilarga qarshi o't ochib, portlash yuzaga keltiradi. Bu portlash jangchilarni bir oz to'sib turadi. Jeyk Willni kemaga olib kiradi. Adam esa jangchilarni ushlab turishda davom etadi. Jangchilardan biri uning oyog'iga o'q uzadi. U endi jang qila olmaydi, shuning uchun kemaga zo'rga chiqib oladi. Will oq saharli ekanini aytadi. Jangchilar kemani orab olishadi va ichkariga kirishga tayyorgarlik ko'rishadi. Lekin o'sha payt Sumuru o'z qo'riqchilari bilan yetib keladi va ularni to'xtatishni buyuradi. Jangchilar, biz taxan uchun ishlaymiz, deydi. Ammo Sumuru, malikayu, uning buyrug'i hammasidan ustunligini eslatadi. Ular ketgach, Sumuru kemaga kiradi. Adamning oyog'idan o'qni olib tashlab, unga qarshi zahar dorisini yuboradi. Adam hushidan ketadi. So'ng Sumuru Dove va qo'riqchilarga erkaklarni asir qilib olib ketishni buyuradi. Biroz vaqtdan so'ng, sog'aygan Adam Sumuruning uyida kozini ochadi. Qo'riqchilar Jeykni olib kelishadi. U ham o'zini yaxshi his qilmoqda, chunki mahalliy ayollar uning yelkasini davolashgan. Ular holatni muhokama qilishadi va shu paytgacha faqat ayollarni ko'rganliklarini anglab yetishadi. Bu juda galati. Shuningdek, hamma ingliz tilida so'zlashayotganini ko'rib, ular bu yerliklar yer sayyorasidan yuborilgan ilk ekspeditsiyaning avlodlari ekaniga ishonch hosil qilishadi. Will yashirincha xonaga kirganida, Jeyk Adamlarga zilziladan keyin bir nechta skanerlar o'tkazganini aytadi. Ular sayyorada katta tektonik o'zgarishlar sodir bo'layotganini aniqlashadi. Yerosti vulqonlar, magma oqimlarining siljishi va magnit maydonlarining o'zgarishi. Bularning barchasi ularning kosmik kemasi tizimlarini ishdan chiqargan. Demak, Antares atigi 2 yoki 3 oy ichida portlab ketadi. So'ng Adam o'zining bilaguzuk skaneri orqali o'zini va Jeykni tekshiradi va noaniq virus haqida eslatadi. Shu payt yana bir zilzila sodir bo'ladi, lekin bu ham uzoq davom etmaydi.
Zilzila tugagach, Uill uni ilohiy ilonning yer ostida harakatlanishi bilan bog'laydi. U skaner haqida so'raganida, Adam uning qonini tekshiradi va bu yerda virus yo'qligini tasdiqlaydi. Shu payt Dove kirib kelib, Sumuru Adamni ko'rmoqchi ekanini bildiradi. Adam malikaning xonasiga olib boriladi va u dush olayotganini tomosha qilishga majbur bo'ladi. Dushdan chiqqach, Sumuru Adamning qurolini olib, shiftga qarata o'q uzadi va natijadan mamnun bo'ladi. So'ng u qo'riqchilarni chiqarib yuborib, Adam bilan yolg'iz suhbat quradi. Adam yer va sayyoraga yuborilgan kolonistlar haqida gapiradi. Sumuru esa ularning jamiyati 914 yil oldin boshlanganini tushuntiradi. Bu esa Adam aytgan tarixga mos keladi. Adam bilaguzugida hologramni yoqadi. Bu Sumuru uchun mo'jiza bo'lib tuyuladi. Ular yer bilan aloqani yo'qotganlarni tushuntirishadi. Insoniyat urushlardan keyin 200 yil davomida sivilizatsiyani tiklash bilan band bo'lgan va Antares haqida butunlay unutib qo'yishgan. Sumuru nima uchun ular aynan hozir kelganini so'raganida, Adam sayyoraning xavf ostida ekanini va yordam berish uchun kelganlarini aytadi. Sumuru ularda neft va gaz qazib olishayotganini va buning o'zi falokat sababchisiga aylangan bo'lishi mumkinligini aytadi. Mahalliy xalq esa javobni Xudo bilan izlagan. Taxan esa buni marosimlar bilan qo'llab-quvvatlab kelgan. Taxan aslida kelajak malikasi sifatida tarbiyalangan edi. Uning oilasidan 4 nafar malikalar chiqqan. Ammo xalq tomonidan saylanadigan malika lavozimiga Sumuru tanlangan va Taxan hali ham buni unutolmaydi. Adam unga zudlik bilan evakuatsiya qilish kerakligini aytadi. Ammo Sumuru kemaning vayron bo'lganini eslatib, erkaklar faqat zulmatni olib keladi, deydi. Adam bu yerlik erkaklar haqida so'raganida, Sumuru uni shaxtalarga olib boradi. Bilmagan holda Uill ham ularning orqasidan ergashadi. Adam uchun kutilmagan holat. Erkaklar bu yerda mushaklari kuchli bo'lgani uchun qullikda saqlanadi. Ayollar esa aql bilan hukmronlik qilishadi. Adam gazab bilan norozilik bildiradi va Sumuruning qolidan ushlab oladi. Ammo u tinchlik bilan javob qaytaradi va erkaklar 60 ta faqat olim olib kelganini aytadi. Ayollar erkaklar bilan bolali bo'lish uchun yaqinlik qilishadi, xolos. So'ng u Adamni opadi, bu holatni esa uzoqdan Taxan kuzatib turadi. Adam bunga qarshi chiqadi va bu holatni tinchlik deb bo'lmasligini, bu qullik ekanini aytadi. Bu paytda Sumuru Adamni urishni boshlaydi. Avvaliga zarbalar otadi, lekin keyin Adam ulardan qochib Sumuruni qo'lga oladi. Orqadan Dove uni urib malikani qutqaradi. Sumuru jangchilarga Adam va Jake'ni hibsga olishni buyuradi. Bu holatni kuzatib turgan Taxan esa o'z jangchilariga Sumuruning qo'riqchilarini oldirib, Adam va Jake'ni o'g'irlashni buyuradi. Sumuruning qo'riqchilari Adamni tunnel orqali olib ketayotgan paytda, Taxanning jangchilari soyadan yaqinlashadi. Shu payt Uill ularga tuzoq tayyorlanayotganini baqirib ogohlantiradi, lekin kech bo'ladi. Dove va boshqa qo'riqchilar o'qqa tutilib, tezda yer tishlatiladi. Adamni Taxan jangchilari qo'lga oladi. Uill esa opasining oldiga yuguradi. Dove undan Sumuruga nima bo'lganini aytishni so'raydi va vafot etadi. Adamni Taxanning xonasiga olib borishadi. Taxan unga Sumuruga qarshi kuchlarni birlashtirishni taklif qiladi. U yerga kelgan kolonistlar yerga moslashish uchun yerga o'zgartirishlar kiritganida, Xudo gazablanib, chaqmoqlar bilan erkaklarni o'ldirganiga ishonadi. Taxan ilm-fanga ishonmaydi, chunki ularningcha Xudoning gazabi ilm tufayli bo'lgan. U Adamga yaqinlasha boshlaydi, lekin Adam devordagi qadimiy ekranni ko'rib qoladi. Taxan uni qadim zamonning muqaddas relikviyasi deb ataydi. Ekran yonida ilon paydo bo'ladi. Taxan uni muqaddas bolam deb ataydi, lekin Adam ilonni yerga uloqtirib, ustiga bosib oldiradi. Taxan unga olim jazosi berishini aytadi, lekin o'rniga uni opishni boshlaydi. Bu chog'da Adam bilaguzuk orqali ekran bilan bog'lanishga harakat qiladi, lekin aloqa yaxshi ishlamaydi. Taxan bilaguzukni sehr deb o'ylab, uni tortib olishni xohlaydi. Adam rad javobini berganida, Taxan pichoq chiqarib unga hujum qiladi, ammo Adam tezda uni qurolsizlantiradi. Taxan qo'riqchilarni chaqiradi, lekin ular dubulgalarni echib, Sumuru va Jake ekani ma'lum bo'ladi. Sumuru Taxanning qonunni buzganini, ayollarni o'ldirganini aytib, uni musht bilan hushidan ketkazadi. So'ng Sumuru, Adam, Jake va Uill yana birlashadi. Ular yonib ketgan zonaga borishga qaror qilishadi. Uill bu joydan qo'rqadi. Yo'lda Jake Adamga yer osti qudrat manbai, reaktor juda beqaror bo'lishi mumkinligini aytadi va u kolonist erkaklarning halokatiga radiatsiya sabab bo'lgan deb taxmin qiladi. Tunnellar orqali yurib ketishar ekan, Sumuru bu zonadan odamlar asrlar oldin qochganini va o'sha zamondan qolgan relikviya har bir malikaga topshirilishini tushuntiradi. Ular relikviyani ko'rib, kolonistlarning asl kemasi suratini topishadi. U hali ham yonib ketgan zonada. Sumuru ularni o'sha yerga olib borib, sayyorani tark etishlariga yordam bermoqchi. Ammo Taxanning jangchilari yaqinlashmoqda. Ular yashirinib, keyin Uill tanigan kichik teshikdan o'tmoqchi bo'lishadi, lekin kattalar sigmaydi. Yaqin atrofda yana bir g'or bor. Sumuru u yerga borish xavfli, deydi. Bu esa Adam va Jake'ni shubhalantiradi. Uill bu g'or qamoqxona ekanini aytadi. Ular ichkariga kirib, erlarni yer ostidagi panjara ortida tutib turilganini ko'rishadi. Adam va Jake erkaklarni ozod qilishga urinadi. Sumuru esa bunga qarshi chiqadi va ularni to'xtatishga urinishadi. Bahs avjiga chiqqanida Taxanning jangchilari topib olishadi. Otishma boshlanadi. Sumuru jangchilarning birin-ketin ishini bitiradi. Jake esa panjarani ochishga ulguradi. Dushmanlar yana keladi. Adam Sumurudan qurolini qaytarib berishini so'raydi. U tunnelga qarata o'q uzib, portlash orqali barcha dushmanlarni yo'q qiladi. Shundan
so'ng erkaklarni panjaradan chiqaradi. Ular avval qo'rqib turishadi, lekin Sumuru "chiqinglar" degach, ular ozodlik sari yurishadi. Ular eng yaqin chiqishdan yer yuziga chiqishadi. Ammo dushmanlar orqadan quvmoqda. Ular yonib ketgan zonaga qarab yugurishadi. Adam Sumurudan "Nima uchun erkaklarni qo'yib yubordingiz?" deb so'raydi. Sumuru esa har bir tugilishda malika bo'lib ishtirok etishini va erkak chaqaloqlar atiga 1 daqiqa erkinlik korib, keyin rad etilishini aytadi. U bunga ich-ichidan qiynalayotganini tan oladi. Jek bunga ishonmaydi. Shunda Adam unga Jekning ota-onasi bolaligida yo'qolganini, o'zi esa mehnat lageriga yuborilganini aytadi. Orada Tahan jangchilari qochayotgan erkaklarni ko'rib qolishadi. Lekin Tahan ularga e'tibor bermaslikni, faqat Sumuruning guruhini quvishni buyuradi. Bir necha soat o'tib, yangi zilzila bo'ladi va ular tirmashib chiqqan tepalikdan pastga dumalab tushishadi. Yaxshiyamki, bu ham uzoq davom etmaydi. Ular o'zlarini tiklab, yo'lni davom ettirishadi. Nihoyat, Jek kolonistlardan birining skeletini topadi va uni skaner qilib, radiatsiyadan halok bo'lganini tasdiqlaydi. Shu payt Tahan va uning jangchilari hujum qiladi. Otishma boshlanadi. Zilzila bo'ladi, hamma yiqiladi. Will qum ostida qoladi, lekin kattalar uni topib qutqarishadi. Adam uni tekshiradi va virus haqida eshitganini eslatadi. Sumuru buning rostligini bilishni talab qiladi. Adam uni ham skaner qiladi va haqiqatni aytadi. Yer allaqachon nobud bo'lgan. Genetik urushlardan qolgan virus insoniyatning ko'payish qobiliyatini yo'q qilgan. Va hozirda Adam va Jake galaktikadagi oxirgi tirik odamlar. Ular orqada qolgan binoni topishadi. Kirish eshigi ochilmaydi. Jake uni oqqa tutib ochadi. Ichkarida ular kvant reaktorni topishadi. Jake uni ishga tushiradi, lekin barqarorlikni tekshirish uchun biroz vaqt kerak. Adam, Sumuru va bir qo'riqchi boshqa joylarni qidirib, asl kosmik kemani topishadi. Ular kemani yoqib ko'rishadi, lekin uchish uchun reaktor quvvati kerak. Adam Sumurudan ular bilan ketishini so'raydi, lekin u xalqini tashlab ketolmasligini aytadi. Jake reaktorni tuzatib bo'lib, Adamga xabar beradi. Shuningdek, u arxivlarni tekshirib, aslida hech qanday ilohiy jazolash bo'lmaganini, faqat reaktorning strukturaviy muammosi borligini aniqlaydi. Ayollar yorug'likni uzoqdan ko'rib, erkaklarni aybdor deb bilishgan. Sumuru bu haqiqatni bilib, larzaga tushadi. To'satdan Will soya ichida harakatni sezadi. Jake esa unga ishonmaydi. Shunda Tahan va jangchilari bostirib kirib, o'q otishni boshlaydi. Reaktor jiddiy zarar ko'radi. Jackie Will bilan birga yashirinadi va bilaguzuk orqali boshqalarga xabar beradi. Tahan Jackie'ni otmoqchi bo'lganida, Sumuru uni chalgitib, ortidan ergashtiradi. Jangchilar ergashmoqchi bo'lishadi, lekin Adam uskunalarga o'q uzib, ularning yo'lini to'sadi. Sumuru va Tahan qilichlar bilan jang qilishadi. Jake esa ogohlantiradi. Reaktor 5 daqiqadan so'ng portlaydi. Adam Will va Jake'ni kemaga yuboradi. Adam yana jangchilarning yo'lini to'sib turadi. Sumuru va Tahan o'zaro teng, jang uzoq davom etadi. Adam portlash yaqinligini aytadi. Bu Sumuruni ilhomlantiradi. U Tahanni yengadi va uni tokli qutiga uloqtirib, elektr toki bilan hushidan ketkazadi. Ketmoqchi bo'lishganida Tahan yana tirilib, hujum qiladi, lekin bu safar Adam uni oldiradi. Ular kemaga minib, vaqtida uchib ketishadi. Shahar aholisi ularga qoyil qolib qarab turadi. Sumuru xalqini tashlab ketgani uchun o'zini yomon his qiladi. Adam esa uni opib yupatadi. Zilzilalar kuchaymoqda. Jackie xatolik qilganini va sayyora tez orada yo'q bo'lishini aytadi. Ammo Adam kemani to'xtatishni buyuradi. U barcha odamlarni qutqarishga yetarli darajada katta. Kemani tushirishadi. Sumuru xalqiga birgalikda yulduzlar sari yo'l olishlarini aytadi. Erkaklar hali ham ishonchsiz. Shunda Sumuru qamchisini uloqtirib, hammani ichkariga yetaklaydi. To'satdan ulkan ilon yer ostidan chiqib keladi va yana zilzila boshlanadi. Ilon kemaga urila boshlaydi. Bu uchishni to'xtatib qo'yishi mumkin. Adam ilonning pozitsiyasini kameradan ko'rib, Jackie'ga dvigatellarni yoqishni buyuradi. Ot ilonni qo'rqitadi. U qochmoqchi bo'lganida Jackie olovni kattalashtirib, ilonni yoqib yuboradi. Shundan so'ng kema nihoyat sayyorani tark etadi. Uzoq parvozga tayyorgarlik boshlanganida, qo'riqchilardan biri Ulni quchogida iti bilan hayratga soladi.